vannalarimiz bor. Bu vannalarimiz turetskiy akrildan. Buni yuvsanglar toza bo'ladi. Narxi har bir donasi 350 ming so'mdan. Interaktivniy panelimiz bor. Ya'ni bu interaktivniy panel 86 dyuymli bo'ladi. Ko'ryapsizlar, bemalol darslarni o'tkazsanglar bo'ladi. Ya'ni televizor hisobida ishlatsanglar ham bo'ladi. Esurfga bu. Mana bu podstavkasi bilan birga beramiz. Narxi $1000. Eshiklarimiz bor. Eshiklarimizdan serob. Ya'ni bu turetskiy mahsulot, Turkiyadan qildirishgan. Tak, bunisi narxi 800 ming so'm. Buni kesaksi ham bor. Undan keyin bu yoqda ham xuddi shunaqa eshiklarimizdan serob. Bu yoqda, ya'ni bunisi 800 ming so'm bo'lsa, bunisi $100. Bu sal kattaroq bo'ladi. MDF eshikdan qilingan turetskiy zamoklari bilan birga qo'shib beramiz. Ya'ni elektronniy zamoklar bilan qo'shib beramiz. Elektronniy zamok o'zi taxminan bir $150-200 turadi, lekin biz mana shu holatida beramiz. Korobkalari bilan. Fan coillarimiz bor. Bu York, ya'ni amerikanskiy firmaniki. Mana shu turishini o'zi, ya'ni naложенияda ko'rsataman. Radiatorlari kirmaydi. Mana shu turishini o'zi $100 dan. Aptaviklar olmoqchi bo'lsa ulgurib qolsin. Rahmat, sog' bo'linglar.